En Samarqandimizni en mashhur qilayotgan mana shu ishimiz, nonimiz. Keyin har joyga mashhur bu bizlarda Galosiya nonimiz. Boshqa davlatlardan, chet ellardan kelib, mehmonlar ham kelib, bizlar nonimizga havas qilib, bir-birda yesa yana olishini nima qiladi-da endi. Bu nonni hamma siri dedi, lekin sir yo'q bu nonga. Bu nonni juda ham qiyin chiqishi. Mana xamirni o'zi ko'ryapsiz-ku, apparatga qarib 40 minut, 50 minut o'zi xamir tayyor bo'ladi. 1 soat mushlaymiz, endi ko'ring. 1 soatda mushlagandan keyin 2 soatga yasaymiz bu nonni. 12-14 soatga yasagandan keyin bu shunday dam oladi bu. Hozir endi narx-navoga qarasangiz 7000 sotamiz. Bit o'tirganingizga mana 4 kishi, 7 kishi non bemalol to'yasiz.